Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 2025-yil 18-noyabr O'zbekiston Respublikasining bayroq qabul qilgan kuni bayram ekan. Hammalaringizni shu bayram bilan tabriklab, bir tabiat manzarasini bugun ko'rib qoldim qishlog'imizda. Shunda bir hammaga ko'rsatishni niyat qildim. Mana kuz hademay qish kelyapti. Kuz o'z o'rnini qishga berish niyati yo'q. Mana tomosha qilingizlar. Qarang bog'ni ranglari ko'rinayotgan bo'lsa, turma turda har xil rang, endi tog'larni tovusday. Mana kuz. Tomosha qiling, xuddi tovusday tomosha qanday qilyapman, zo'rga gap yo'q. Hammaga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.